Uchqunaga sizlarga zo'r joy topib qo'yganman. Chirchiq shaharga kelganman. Mana suvni ko'ryapsizlarmi? Bu yoqdan ham suv o'tgan, etagidan ham suv o'tgan. Shu yerda ikkita ustuv tumani, xohlasanglar dacha, xohlasanglar kelib yashaylik. 5 ta xona, 4 ta sanuzilli suvni bo'yi joylashgan joyi. Shunda Chirchiqdan kelasizlar, mana Laylidan shunda razorat qilib, mana tepa ko'chadan 500 metr kirganda. Shunda chiqib kelishingizni o'zi shar-shara turibdi, shag'illab, voy, onasini yemsin. Shunda o'tasizlar Raddomdan keyin o'zani Tohir akaning choyxonasi, lakat sursanglar ham chiqib kelar ekan. Mana uyga qaranglar, ikkita alohida fundamentdan ikkiga ajratib qilingan, faqat tomi yopilgan ekan. Mahalla zo'r, endi ichlarini ko'rsataman. Bismillah, mana Mahmud kirib kelish. Mana bu yoqda uylarni qo'yib turaylik, hozirga ham qo'li, mana etagidagi suvni ko'rsataman. Mana suvni qaranglar, manzarani. Mahmudga shunda bitta xon taxta, 4 ta ko'rpacha, Mahmudga qozon o'choqlarni qo'yasizlar, suvlarni tushirib qo'yishgan. Bemalol ovqat qilib, mana suvga tomosha qilib, ani baliq tutadigan ishqibozlar bor. Qalmonni tashab qo'yib, bir sazan, jakula chiqmaydi-yu, sazanmi, ani yana kichkina baliqlar bor. Ot esim kelmadi shu paytda. Shunaqani ham tutsanglar bo'ladi. Jimjit, zo'r joy. Endi bu yoqlarga. Ham zo'r. Bitta masjidga mana o'zi bir 7 metr ekan. Bitta basseynni tashlaysizlar, ancha chiroyli gullarni ekib qo'yasizlar. Tamom, bu yog'i yashab bersanglar bo'ldi. Kiraverish hol. Sraz bu yoqda mana sanuzil. Ham yog'i to'pli bo'lagan. Qishda zo'r deyishdi. Xo'sh, mana bu yoq zal. Mana suvlar ham shunday ko'rinib turadi. Xo'sh, mana bu yog'imiz oshxona mana. Oshxonaning oynalari bunda panoramli shunday tashqarilar ko'rinib turadi. Mana bu yog'imiz bitta spalniya ekan mana. Bu yoqni ham ko'rsataver. Endi pastga tushamiz. Tepada ikkita xona bo'ldi. Endi pastda mana bu yoq родительский. O'zini ichida mana sanuzillarigacha bor. Hani havo aylanadigan oynalari ham bor. Xo'sh, zinanti kladovka, imamyo spanni mana ko'rsatib bu yoqlarni ham. Hamma yoq to'pli pol pishgan g'ishta qilingan, fundamentlari alohida. Mana mamyog'imiz yana bitta spanni. Xo'p, Mahmud pastda sanuzili mana hamma narsa yengil, zo'r qilingan. Xo'sh, Mahmud katelni ham katellarning garantiyasi bor ekan, zo'rni qo'yishgan ekan. Qishlarda xomon qilib tashlab. Mana bu pastdan hovliga mana bunaqa chiqib ketaverasizlar mana. Bu yoqdan kirib ketaverasizlar, bu yoqdan chiqib ketaverasizlar. Xullas, suv, gaz, svet, даже kanalizatsiya ham bor ekan. Egalari narxini 140 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Egalariga aloqa etishdi. Bu yog'iga havolar buzilib, isivotgan paytda shartda olib, bu yilgi yozda chiroyli joylarda dam olib o'tkazinglar, tamom. Yetgancha suvlarga anqib, ikkita betda yonma-yon. Bunisini ko'rsatdim, kelganinglarda uni ham ko'raveringlar. Ustotudan bir xil xona joylashgan, narxi ham bir xil, tamom bu yog'i.